Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum barchaga, hurmatli akalar, hurmatli ukalar. Mana hozir kompyuterimizni noldan birinchi Python, keyin VS Code'ni o'rnatishni ko'rib o'tamiz. Google'ga kirganimizdan keyin yozamiz Python download. Mana bizda hech narsa yo'q. Hammasi oddiy holatda turibdi. Python downloadga kiramiz mana. Kirganimizdan keyin download Python 3.13 7-versiyasi bor ekan. Mana yozib qo'ydi Windows, Linux, MacOS'lar uchun. Mana bosamiz. Robustolga tashlayman mana. Mana hozir yuklanish jarayoni boshlandi. 27.5 megabayt ekan. Hozir o'sha yuklash jarayoni tugaguncha ozgina kutamiz endi. Nimagadir sekin bo'lyapti jarayon. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, pre-release deyapti. Ya'ni yangilanayotgan 3.14-versiyasi ham bor. 3.13 mana 3.13 7da tugagan. Endi 3.14 boshlanyapti. Planet mana 10.07 gacha nima qilinyapti? Planlashtirish jarayoni deyapti. Tak. Nimagadir internet tezligi juda ham past. Kelinglar shuni bir tekshirib qo'yaylik. Tak. Shuni ham bir tekshirib qo'yaylik. Yozamiz internet speed test. Хорошо deb qo'yamiz mana bunga. Keyin mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, yaxshiroqlar Fastcom bor. Fastcomda ko'ramiz qancha ekan tezligimiz. Tezlik yaxshi, 86 megabayt. Bu juda ham zo'r degani. Menimcha bu saytni o'zida qanaqadir anisi bo'lsa kerak. 2 megabayt. Buni admin berib yuboramizda downloadsga kiramiz. Downloadsga kirganimizdan keyin 3.7 downloadni bosib ko'raylik qani. 3.7. Tak. Windows installer recommended deyapti mana bunda. Tak, mana shuni bitta bosamiz mana. Aytaylik, mana bu skachat papkaga tashlaylik qani. Tezroq bo'lmasmikan bunda? Ozgina kutib turamiz endi. Tak, mana. Nimagadir o'zi sekin ishlayapti. Ozgina kutib turamiz. Juda ham sekin. Bunaqa bo'lmasligi kerak edi aslida. Downloadimiz ham yakunlanib qoldi. Tak, ozgina kutamiz. Mana tugadi. Papkasini bosib ochib olamiz. Endi buni o'rnatishimiz kerak. Install now, customize installation bor. Install now bosiladi. Birinchi buni bosib olamiz. Mana buni o'chirib qo'yaylik, xalaq bermasin. Endi ozgina kutamiz. Mana disable page length limit degan narsa bu shart emas bizga. Close ni bosib yuboramiz. Mana bu yerni qaraydigan bo'lsak, mana Python 3.13 64 bit o'rnatilgan. Bosamiz, mana chiqdi. Mana bu holatda nima qiladi bu? Chiqib turaveradi. Endi bizga nima kerak? VS Code kerak. VS Code uchun yana Google ga murojaat qilamiz. VS Code download for Windows ni bosamiz. Mana VS Code ni bosamiz. Bosganimizdan keyin mana Windows 10.11 deyapti. Deb bosamiz. Direct download link yoki bo'lmasa o'zi chiqdi mana. Save ni bosamiz. Mana 110 megabayt уже tugab qoldi. Tak, mana buni bosamizda. Endi buni ham o'rnatamiz. VS Code ni ham. Mana I accept, next ni bosamiz, next ni bosamiz. Bu yerda qiyin narsa yo'q. Mana bularni hammasini bosib qo'ysangiz ham bo'laveradi.
bosmasangiz ham hech narsa qilmaydi. O'sha qayerlarda o'sha anonsini ochib qo'yishni so'rayapti bizdan. Men hamma joyini belgilab qo'ydim. Ekranda, o'sha ish joylarida degan ma'noda. Endi hozir mana ko'ramiz. Tak, mana bu ekran bizga kerak emas, bu ham kerak emas endi. Mana Python va VS Code nima qildi? O'rnatildi. Endi o'rnatilib bo'lgandan keyin VS Code ochildi mana. Mana VS Code'imiz ochildi. Mana shu holatda bo'ladi. Endi bunga kernel tanlash kerak bo'ladi. Misol uchun aytaylik, file, new file ni bosamiz, Jupyter Notebook ni bosamizda, misol uchun mana bunday qilib turib biror anonni qiladigan bo'lsak, mayli. Python bo'lib turgan ekan. A barobar 5, B barobar 8, C barobar A plus B deymizda. Print C deb qo'yib run qilsam, mana anavi yo'q. Install enable suggest extension deyapti. Python Jupyter browse marketplace for kernel extension deyapti. Mana bu yerda kernel degan narsa bor. Kernelni bosamiz. Mana buni bosamiz. Tak, mana installing Jupyter extension, installing Python extension boshlandi. Ozgina kutamiz. Mana do you want to install the recommended Python extension deyapti. For Microsoft for the Python language. Mana. Ozgina kutib turamiz. Mana Python environments deydi. Mana ko'radigan bo'lsak, mana Python 3.13.7 o'rnatildi. Endi mana bu natijamiz nima qiladi? Ishlaydi. Mana qarang. Mana bu yerda install so'rayapti. Yana mana bu yerda ham bor mana. Windows Security Alert. Mana allow access ni bosamiz. Ruxsat berishni va installni bosamiz. Mana kernelni o'rnatib oladi. Ya'ni Pythonimiz bilan VS Code ni ikkalasini bog'lamoqchimiz. Bog'lab beradi bizga. Mana ko'ramiz hozir. Ozroq kutib turamiz. Va bu jarayonlar o'sha vaqt oladigan jarayon hisoblanadi. Mana o'sha hamma kutubxonalar, boshqa kerakli bo'lgan narsalarni hammasini o'zi nima qiladi? Avtomat holatda o'rnatib beradi. Mana do you want to install the recommended Python extension deyapti. Buni ham o'rnatib olsak ham bo'laveradi mana. Mana hozir o'rnatilgan disable uninstall switch to pre-release turibdi. Eng birinchi VS Code ni tortib turib, keyin Python ni o'rnatsangiz ham bo'laveradi aslida. Muammosi yo'q. Qaysi qulay bo'lsa o'shani qilib ketaverasiz. Mana buni o'chirib yuboraman hozir. Mana bu tugaguncha kutishimiz kerak. Mana bu kernelimiz bilan moslashuv jarayoni, o'rnatish jarayoni ketyapti hozir. Mana shu yerda natijamiz chiqqandan keyin demak tugagan bo'ladi. Mana bu yerda mana buni bosadigan bo'lsak extensionlarimiz bor. Misol uchun aytaylik, menga Jupyter Notebook kerakmi? Kiramanda mana o'rnatilgan. Mana bu o'rnatyapti mana kernel. IP kernel. Yoki bo'lmasa CSV reader degani kerak bizga. CSV viewer. Mana shuni yozaman, qarang mana. CSV viewer deb yozib qo'yaman. Hozir mana ko'ramiz. CSV viewer mana bu bor ekan. Qaysi birini bosamiz? Excel viewer, CSV viewer ni bosaman mana. Install ni bosaman. Trust Publisher install mana. Qanaqadir qo'shimcha extensionlar, ya'ni qo'shimcha kichkina dasturchalar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerning o'zida mana hammasi bor. Xohlasangiz mana Excel viewer ham bor. Buni ham install ni bosadigan bo'lsangiz, Trust ni bossangiz bo'ldi. Buni ham o'rnatib beraveradi. Xohlagan biringizni mana shu yerdan nima qilishingiz mumkin? Bemalol o'rnatib olishingiz mumkin bo'ladi. Faylga o'tib olamiz. Mana bu jarayon kutguncha, tugaguncha ozgina kutamiz. Mana o'rnatish jarayoni yakunlandi. Natijamiz ham chiqdi. Mana kernel Python 3.13.7 kernelda o'rnatildi. Python ni o'rnatish va VS Code ni o'rnatib bog'lash mana shu holatda bo'lar ekan demak. Hozircha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.